Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhi halifler tarihi namlı kitabında biz Abbasilarınki en büyük haliflerden Ahmed ibn Mustakfi devirde beyat kılıngan şu beyat soruninin tasvirligen bir beyat namınınki bayanını bilip ötüvatkan. Bugün şununki aygınıya devam etüvatımız. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyh İbn Fezlullah'ınki sözünü delil ekilip, nakil kılıp yani mundaq deydi o deydi. Her qandaq qasam qilgan adam şu niyeti de muşu beyat şu adamga taalluq bo'lgan adamlarga nisbatan mush qasamning o'zi qasamidagi niyatning o'zi yana bir niyat deb qaraldi deydi. Qasam qilgan adam uchun ko'ngilda bir niyatni pukib, uningga vafo qilmoqni o'zing bir ahdisi qilib bekitdi zimistiki. Qasam va'da noma ahlining odati bo'yicha kelib aytgan vaqtida bu adam bu niyatni, bu bay'at qasamini chin rioya qildiganligini o'ziniki zimmasiga oldi deydi. Bu bay'atning shartlari, buning hukmlari ma'rufdir, takrordir deydi. Bu qasamlar muakkaddir, chindir. Umuman elib aytganda bu qasamning va bu bay'atningki mazmuni mushu belgilangan imom, ya'ni xalifaga mutlaq toat orqali o'ziniki kuchini sarf qilmoqdir. Ya'ni barliq kuch bilan unga itoat qilmoq lozimdir. Umumiy jamoatdan ko'pchilikdan ayrilmaydigan, umumiy jamoatdan ayrim holatda ayrim bir kollektiv quruvag'anligi ko'zi ko'rinmaydigan holatda shu toatni bildirish kerak deydi. Bundan boshqa bu bay'at nomidagi bu to'plam qasam qilgan odamlarning ismlari yozilgan buningga. Undan boshqa vakolatan boshqalarning nomida shu imzo etib o'zinki bay'at qilganligini bildirgan vakolat xatlarmi bor buningda. Bu ishonchlik odil odamlarning bu yozmasi yoki imzosi saqlangan. Chunki bu kishilar hamda o'zlari xat yozolmaydigan odamlarga nisbatan yoki mening nomimni yozib qo'yishlar deb havola qilgan odamlarning nomida bu imzo etib bu xatni yozgan bay'at qilganligini toatni bildirgan kishilar. Yani ba'zanlar bir-biriga qarta o'ziniki guvohligi bo'yicha falon haqiqatda yaxshi edi bu shu bay'at bashi bo'ldi degandek bir-biriga guvohlik bergan avvallarmi bunida xotirlangan. Bu bay'at nomiga osmon va zamin ahli hammasi rost deb buni tasdiqlashgan bay'at nomi. Yani o'sha odam zoti cho'qim xalif bo'lishga loyiq deb hammalar buning qo'shilgan demoqchida. Allah'ның xolishi bilan bu bay'at mukammal ravishda to'liq pütüp chiqdi. Bu bay'atningki bulutidan mo'l yomg'irlar to'kildi. Bu kinoyalik o'xshatishlarning ustiga ular hammalar birdek holatda mundoq deyishdi. Bizdan bu g'am qayg'uni yo'qotgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizga bu xushallik, bu güzel holatni bizga nasib etgan Allohga hamdlar bo'lsin. Shundaqla o'z bandasiga yetarlik va to'liq kifoya bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Har bir ne'matga davomliq hamd shukr etib turadigan, hassalab bunga rahmat etadigan kishilarga to'liq bo'lgan mukammal ravishda uning haqqini beradigan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shundaqla Amirul Mu'minin xalifa davomliq buning ishini xohlaydigan ne'matlarga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ya'ni xalifa Amirul Mu'minin qo'rqadigan, andish qiladigan narsalarga ya'ni hamdlar bo'lsin. Lekin bu xalifa
qo'rqadigan taraflarim bor. Chuqur endi ba'zi ne'matlarniki yo'qolib ketishdan qo'rqadi masalan. Xilofatdan yo'qolib ketishdan qo'rqadi masalan. Yani bu yerda bu odamni sal yana qutlab, bu odam Allohninki dushmanlaridan yana qo'rqmaydi. Bu ne'matning kuchi bilan shu Allohning dushmanlaridan qo'rqmaydi deb bu odamga yana biroz ko'ngil ayash, naytadi, muloyimlik so'zini tanlayapti bu odam. Shundoqla hamdlar bo'lsinki deydi. Bu odam, bu xalifa o'zining mamlakat diyorlarida boshqa ta'sir ko'rsatgan qarshiliklarni bu odam o'ngshaydi, bu ixtiloflarni yo'qtidi. Buningga hamdlar bo'lsin Xudoga deydi. Allohga shundoq hamd aytaylikki, bu hamdidan takrorlayverib inson zerikmaydigan hamdlarni aytayli. O'qlarni nayt ustulik bilan joyiga tekkizgan vaqtlardimi bu hamdlar chiqqanmaydi. Davomli bizga hamrohdir degan maqsad qilingan bo'lsa kerak. Bu hamdlar yana yo'qab ketmaydi, amaldan qoldirilmaydi. Faqat bu hamdiniki sonini ko'paytirish, boshqa iboralar bilan texmini kuchaytirish maqsad qilgan vaqtida andan tushib qoladi yoki bo'lmasa yani asli yo'qolmaydi demakchi. U hamda ahllarini, ya'ni hamdiga oshiq yoranlarni ko'paytirish yoki ularning hurmatini cho'ngaytirish asosida bekor, ya'ni shu vaqt to'xtab qoladi demakchi. Shundaqla bu ne'matga bo'lgan hamda to'xtab qoldigan vaqt tahqirni tasg'ir qilish vaqtida, ya'ni bunday demakchi bo'lgani arzimas narsalarni ko'zga ilmagan, shuningga raddiya berib, o'zining ifodasini bildirgan vaqtlarda to'xtab qoladi. Hargizmi u ne'matning u hamdining ma'nodoshlarini so'zlagan vaqtida, uni yoqtirib so'zlagan vaqtida yana to'xtamaydi demakchi. Bu ham kinoyalik gaplar, adabiy, buni nəhayət murakkab bir cümlələr bilan qurashtirib yozibdi bu odam. Bek nəhayət ig'ir, salmoq ig'ir. Shundaqla biz hamda bir Allohdan boshqa hech qanday Alloh yo'qdir, u Alloh yeganidir, sherik yo'qdir deb guvohlik beramiz. Bu guvohligimiz shu kabiki shahidlarning qonlari mezon tarozilarda jinglindigan kabi shahodat beramiz. Bütün yoshlar ve umumiy bulutlar bunu ta'minlash uchun beslashadigan shakl kabi shahodat beramiz. Yani mushundaq ko'p, mushundaq jiq, mushundaq ig'ir vaznlik shahodat beramiz demakchi. O shahodat, yani shundaq shahodatki deydi, Abbasiylar davlatining o'zi davlat shuari qilib, gerbik qilib taqıgan gerbekleri ve mushu bayroqlarga naqshlangan nəhayət dəbdəbilik, nəhayət hüsnü chiroylik bo'lgan, bir-biriga naqshlar mos kelgan naqshlar kabi kechilardagi cheksiz yepinchilar kabi ve o'zing hozir tutayotgan düşmanlar kabi, yani mushularning soni bo'yicha biz shahodat beramiz demoqchi bu yerda. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve Resulü deb guvohlik beramiz deydi. Bütün mushu cemaat ehli bo'yicha, yani Peygamberimizin oil tavabatının soni bo'yicha yoki bularning qoldirgan avlodlari soni bo'yicha yoki bularning burunqi ajdodlari soni bo'yicha, yani işte ko'p guvohlik beramiz demoqchi. Allah Teala bütün sahabelardan razı olsun. Ularga ergeşken keyin kişilerden, yani kıyamet günü kadar ihlas bilen ergeşken kişilerden mi Allah Teala memnun olsun, razı olsun. Hem de hulası kalam Emirül Müminin bu halifemiz Allah Subhanahu ve Teala bununla bu peygamberinin mirası atıboğullardan kalgan bu halifelik tüzümünü Allah bununla ata kılıp nisip kıptı. Bununla Süleyman aleyhisselam kabi padişahlıkını bəxşəndi etibdi deydi. Hiç bir adamga taliq bulmagan.
bununla kuşlarning so'zlash xislatini bununla bildiribdi. Çünkü bu kart ko'targan kaptarlar ajoyib sirliq, bayonliq mazmundagi xatlarni to'shiydi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomning qushlarning tillarini bilgan bo'lsa, bu odammi shu kapta zojilg'oy masalan. Pochta kaptarlar orqali boshqalarga o'zining gapini yetkazoladi deb buni o'xshatish qilyapti bu odamda. Bu odamga Alloh subhanahu va taolo xuddi Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berganga o'xshash ot ustida mangdigan pochtakashlarni Alloh bunga bo'ysundirib bergan. Alloh taolo bu xalifaga Xotimul Anbiya Muhammad alayhissalatu vassalam din qilib qolgan bu tuzumni berganki deydi. Atu bo'g'isi Sulaymonning tasarrufotining davomini davomlashtiryapti. Allah subhanahu wa taala bu xalifaga yana bu iftixoriy holatni ato qilgan deydi. Har qanday bir mahluqot bu odamning so'ziga itoat qilib, ya'ni bu odamning so'ziga qarshi chiqmasa. Demak, bu xalifa yani fuqaro orqali xalifa bo'ladi. Butun fuqarolar, odamlar yoki ko'p sonli kishilar bu odamga bo'ysunsa, unda buning xilofati davom etadi. Bu bir xilofatlik nur chachadi degan gap. Yani nur ato qiladi. Demak, odamsiz hokimiyat, fuqarosiz hokimiyat bo'lmaydi demakchi bu so'z orqali. Bugungi darsimiz musharichi bo'lg'ay va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.